Oltin to'p topshirilishiga ham 4 oydan kamroq vaqt qolmoqda va allaqachon bir nechta favoritlar nomi aniq. Lekin baribir klublar futbol qanday tugashidan qat'iy nazar hammasini jahon chempionati hal qiladi. Va bugungi videoda top 10 2026-yilgi oltin to'p favoritlari haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. Bruno Fernandes. Kutilmaganda Bruno Fernandes oltin to'p uchun favoritlar top 10taligidan joy olmoqda. Bruno bu mavsum Manchester Unitedni yakka tortayotgan futbolchi va raqamlar ham buni isbotlaydi. 10 ta gol va 22 ta assist. Premier Liganing eng yaxshi assistenti hamda katta ehtimol Premier Liganing eng yaxshi futbolchisiga ham aylansa kerak. Albatta, Manchester United bu mavsum kubok yutmadi, lekin o'tgan yillardagi muvaffaqiyatsiz mavsumlarga qaraganda jamoa 2026-yilda Michael Carrick kelishi bilan yangi darajaga chiqdi va kelasi mavsumda aniq Chempionlar Ligasida ishtirok etadi. Carrick nafaqat Manchester Unitedni, balkim Bruno Fernandesni ham yangi darajaga olib chiqa oldi. Agar Fernandes Premier Liga mavsum futbolchisi deb topilsa va Portugaliya jahon chempionatini qo'lga kiritsa, katta ehtimol Bruno Fernandes yakuniy ro'yxatning top 3 taligida bo'ladi. Declan Rice. 9-o'rinda Declan Arsenalning shubhasiz ushbu mavsumdagi eng kerakli va o'yinga katta ta'sir o'tkazadigan futbolchisi. To'g'ri, Rice gol yoki assistlar borasida boshqa nomzodlar bilan raqobatlasha olmaydi, lekin usiz hozirgi Arsenalni tasavvur qilish qiyin. Xuddi Rodrisiz Ispaniyadek. Atletico Madridga qarshi Chempionlar Ligasidagi yarim finaldagi o'yinda ham Rice MVP mukofotini qo'lga kiritdi. Raqib hujumlarini buzish va o'z jamoasining hujumini boshlash bo'yicha menimcha Declan Rice'dan yaxshiroq futbolchi hozircha yo'q. Arsenal Premier Ligasida ham birinchi o'rinda ketmoqda. Chempionlar Ligasida ham finalga chiqdi. Angliya terma jamoasi ham jahon chempionatida favoritlardan biri bo'lishini hisobga olsak, Declan Rice'da oltin to'pni qo'lga kiritish uchun juda yaxshi imkoniyat mavjud. Vitinha. Yana bir portugaliyalik futbolchi 8-o'rinni egallamoqda. Vitinha 2 yildan beri oltin to'p nomzodlari qatorida bo'lib kelmoqda. O'tgan yili hatto 3-o'rinni egallagan. Futbolchi hozirgacha 8 ta gol urib, 9 ta assistni amalga oshirdi va allaqachon Fransiya Super Kubogi va Liga 1 ni qo'lga kiritgan. Oldinda Chempionlar Ligasi finali turibdi. Vitinha hozirda dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri. Uning paslar aniqligi ko'rsatkichi esa 93% ni tashkil etadi. PSJning deyarli barcha hujumlari ham aynan Vitinha orqali amalga oshiriladi. Yarim himoyachi bo'la turib, u noyabr oyida Tottenham darvozasiga hat-trikni amalga oshirgan. Eslatib o'taman, Tottenham amaldagi Yevropa Ligasi chempioni. Aytib o'tganimdek, baribir hammasini jahon chempionati hal qiladi. Va agar Portugaliya chempionlikni qo'lga kiritsa, Vitinha va Bruno Fernandes asosiy favoritlar qatorida bo'lishadi. Erling Haaland. Erling Braut Haaland esa 7-o'rinda va nihoyat Haaland jahon chempionatida ishtirok etadi. 2023-yildagi oltin to'pni qo'ldan chiqarishining asosiy sababi ham shu edi. Ya'ni Erling mundialda ishtirok etmagan. Bu yil Haaland barcha musobaqalarda City safida 36 ta gol urib, 7 ta assistni amalga oshirgan. Premier Liganing top urari hamda Liga Kubogi chempioni. Lekin katta ehtimol Erling oltin to'pni qo'lga kirita olmaydi. Top 10talikda joy olsa ham. Bunga asosiy sabab Norvegiya mundialda favorit emas. Qolaversa Haaland Manchester City bilan yirik sovrinlardan ham quruq qolsa kerak. Premier Ligada Arsenaldan 2 ochko orqada. Chempionat yakunlanishiga esa 3 tur qolmoqda. Endi Arsenal kubokni qo'ldan chiqarmasa kerak. Katta o'yinlarda ham Erling masalani hal qilib keta olmadi. O'sha Realga qarshi o'yin bunga isbot. Futbolchining aynan shunday xislatlari uchun oltin to'p beriladi. Michael Olise. Michael Olise Bavariyaning shubhasiz so'nggi yillardagi eng omadli transferi. Barcha musobaqalarda 21 ta gol va 26 ta assistni amalga oshirgan. Chempionlar Ligasi hamda Bundesliganing eng yaxshi assistenti. Elcheda Realga qarshi super performansidan keyin uni kamda top 3 futbolchi sifatida ko'rishgan. Lekin PSJga qarshi uchrashuv hammasini o'zgartirib yubordi. Nuno Mendes hamda PSJning boshqa futbolchilari Oliseni zararlashtirib, Bavariyani turnirdan chiqarib yuborishdi. Shunga qaramasdan Michael allaqachon Bundesliga va Germaniya Super Kubogi chempioni. Oldinda esa Germaniya Kubogi kutib turibdi. Fransiyaning tarkibi qanchalik kuchliligini inobatga olsak, Olise, Mbappe va Dembelelar bilan bir qatorda oltin to'p uchun favorit sifatida ko'rilishi kerak. Kylian Mbappe.
Top 5 ni Kylian Mbappe bilan boshlaymiz. Barcha musobaqalarda u Real safida 41 ta gol va 5 ta assistni amalga oshirdi. Chempionlar Ligasining esa to'prari bo'lib qolmoqda. Lekin Real ikkinchi yil ketma-ket sovrinsiz yakunlamoqda. Bu esa uning imkoniyatlarini juda pasaytirib yuboradi. Mbappe bu mavsum tez-tez jarohat olishni boshladi. Noyabr oxirida, yanvar oyi oxirida, mart oyining boshida hamda may oyida jarohat olib, juda ko'p o'yinlarni o'tkazib yubordi. O'sha tizzasi bilan bo'lgan muammo hali beri unga 100% kuch bilan o'ynashga yo'l qo'ymayapti. Mbappeda jamoaviy sovrin bo'lmasa-da, u La Liganing eng yaxshi to'prari bo'lib yakunlaydi katta ehtimol. Agar Fransiya terma jamoasi bilan Kylian Mundialni qo'lga kiritsa, kamida top 3 kandidatlar qatorida bo'ladi. Katta ehtimol hamyurti Usman Dembeledan ortda. Lamine Yamal 2025-yilgi Oltin to'p ro'yxatida 2-o'rinni egallagan hamda dunyoning eng qimmat futbolchisi Lamine Yamal 4-o'rinda. Lamine ushbu mavsum barcha musobaqalarda 24 ta gol hamda 17 ta assistni amalga oshirgan. 18 yoshda 41 ta gol plus assist. Shunchaki aqlga sig'mas raqamlar. Barselonaning o'yinini Yamalsiz tomosha qilish juda qiyin, hatto azob desa ham bo'ladi. Barcha kreativ g'oyalar, kutilmagan passlar va shedevr gollar Lamine Yamalga tegishli edi. Afsuski Lamine Yamal jarohat sabab mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuboradi va jahon chempionatigacha tuzalish kutilmoqda. Yamalda zamonaviy vingerga kerak bo'ladigan barcha narsalar bor. Tezlik, dribling, fintlar, kesuvchi passlar. Uning yagona minus tarafi Ferran Torres bilan bir jamoada o'ynayotgani. Agar Kane, Holland yoki Mbappega o'xshagan strikerlar bilan o'ynaganda, Yamal bu paytgacha kamida 30 ta assist qilgan bo'lardi. Ispaniya terma jamoasidagi uning yorqin performanslarini hisobga olsak, Qizil Furiya bu yil mundialdagi asosiy favorit. Agar Ispaniya terma jamoasi jahon chempionatini qo'lga kiritishsa, shubhasiz oltin to'p Yamalniki bo'ladi. Harry Kane. Keyingi futbolchi Harry Maguirening terma jamoadoshi Kane. Bavariya Chempionlar Ligasidan chiqib ketmagunigacha Kane asosiy oltin to'p uchun favorit bo'lib kelayotgandi. Lekin PSJga qarshi o'yin uning koeffitsiyentlarini kamaytirib yubordi. Kane Vincent Kompany qo'l ostida umuman boshqa futbolchiga aylanib, yangi darajaga chiqdi. Uning gol plus assist statistikasi esa shunchaki aqlga sig'maydi. Barcha musobaqalarda 55 ta gol va 7 ta assistni amalga oshirib, oltin butsa poygasida birinchi o'rinda bormoqda. Kane allaqachon Michael Olise kabi Germaniya Superkubogi va Bundesliga chempioniga aylandi. Oldinda faqatgina Germaniya kubogi finali kutib turgan. Uni ham katta ehtimol qo'lga kiritadi va faqatgina Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli o'yini unga oltin to'p uchun kalit bo'la oladi. Xvicha Kvaratskhelia. 2-o'rinda gruziyalik Xvicha Kvaratskhelia. Oldindan aytib o'taman, Xvichak baribir oltin to'pni bu yil yuta olmaydi. Sababi oddiy, Gruziya terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmadi. PSG Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan taqdirda ham oltin to'pni Kvaraning boshqa jamoadoshlari olib ketsa kerak. Lekin baribir agar hozirgi kungi statistika va performanslarni hisobga olsak, Xvicha dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylandi. To'g'ri, uning gol va assistlari kam, atiga 17 ta gol va 10 ta assist. Lekin Kvara katta o'yinlarni hal qilib, PSJni Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqmoqda. Chelsiga qarshi chorak final o'yinlarining qahramoni. Bavariyaga qarshi yarim finalda ham Park de Prince'da dubl qayd etib, PSJga o'yinni yutib bergan. Shubhasiz, Xvicha Kvaratskhelia oltin to'p 5 taligida bo'lishi kerak, agar PSG Chempionlar Ligasini qo'lga kiritsa. Usman Dembele va asosiy favorit amaldagi oltin to'p sohibi Usman Dembele. Bir necha yil oldin Usman Barselonada jarohatlar ketma-ketligi sabab yiliga 30 tadan ko'proq o'yinlarni o'tkazib yuborgan. U bir kun kelib oltin to'pni qo'lga kiritishi imkonsiz deya qaralgan. Lekin futbolchi PSJga o'tgach butunlay o'zgarib, Parij va Fransiya terma jamoasining asosiy liderlaridan biriga aylandi. Bu mavsum 18 ta gol, 10 ta assist. Dembele PSG bilan allaqachon Fransiya Superkubogi hamda Fransiya chempionatini qo'lga kiritgan. Oldinda Elche finali qolmoqda. Aynan bahor oylarida mavsumning eng kerakli paytida Usman qaytib yana Ballon d'Or uchun favoritga aylanmoqda. Nega bunchalik kam gol va assistlar bilan u birinchi o'rinda deyishingiz mumkin. Sababi u PSG tarkibida jamoasi uchun o'ynaydi. Pressinglarda faol qatnashib, kerakli paytda o'z o'rnini boshqa jamoadoshlariga qoldiradi. Aynan shu sabab uning gol va assistlari kam. Dembele Chempionlar Ligasini qo'lga kiritsa va Fransiya jahon chempioniga aylansa, katta ehtimol u 2 yil ketma-ket oltin to'p egasiga aylanadi. Uni faqatgina Kylian Mbappe yoki Michael Olisening mundialdagi super performansi to'xtatib qolishi mumkin. Ya'ni Fransiya chempion bo'lib, Mbappe turnirdagi eng yaxshi futbolchi va 10 ta gol bilan turnir to'prariga aylansa, katta ehtimol Kylian top 1da bo'ladi. Yana bilmadim. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Aytib o'tganimdek, bu hali yakuniy ro'yxat emas. Mundialdan keyin yana ushbu mavzu haqida gaplashamiz. Keyingi video aniq jahon chempionati haqida bo'ladi. Qaysi terma jamoa haqida bo'lishini esa siz tanlaysiz. Ispaniya yoki Fransiya? Izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.